Assalomu alaykum hurmatli Tez bozor kanalining ashaddiy kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga turli tumanli mashinalarni taqdim etaman. Narxlarini yoritib beramiz qo'ldan kelgancha. Siz albatta podpiska bosib, bittadan like bosib qo'ying. Mashinalarimizni hozir narxlarini yoritib beramiz. Akamiz bilan. Assalomu alaykum. Bo'lgan aka, sizimiz charchamayapsizmi? Aka, mana shuni taqib olasiz. Mashinalarda bizga bir Gentra'miz 2019-yil avtomat. Gentra 2019 avtomat. Kraskalari qanaqa Kraskasi aka? toza. Tishini ko'raylik, keyin ichkariga o'tamiz. 172 ming yurdi. Probegini tekshirish bo'laveradi. 4 ta baloni yangi, polish chexol qilingan. Puntlar qo'yilgan. Pakalina metan bor. Narxini $9800 dan tushib beramiz. Narxini 9800 deyapsiz. Zapaskalar bormi? Zapaskalar bor. Salon holatini ko'rsatamiz. Aka, bu mashinaning nima aybi bor? Aybi bormi? Aybi shu yaxshi bitta shopir kerak, shu. Shopir kerak, metan kerak. Metani bor ekan, metan quysa bo'ldi, ha? Gazimiz ishlab qolsa, gaz kuyishaveradi. Gazlari ishlab turibdi mana. Gazlari. Bu 50 nomer oldi sotdi qilingan. Hozir nomerlar endi kelishni boshladi. Xudo xolasa 40 nomer qadaymiz. Xolasa generalniy bo'ladi, xolasa yana o'ziga oformlenish qilib berilaveradi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. Diskalari saka o'zining holatida. Nexia'miz 2011-yil. 2011. 120 ming yurgan. 120 ming yurgan. Kraskasi 30%. Endi bizni bir joyimiz jali nimaligi uchun, yo'lda bo'ydalik uchun chang. Salon holatlari zo'r, metani bor. Xudo xolasa rasxod yo'q. Rasxod yo'q. Qoladi minadi aka. Qoladi minadi xudo xolasa. Buni ham hujjati xohlasa generalniy bo'ladi, xohlasa oformleniy. Oldi sotdiga bo'laveradi. Muammosi yo'q hujjatdan. 11 pulini 4300 dan tushib beraveramiz. 4300 dan tushib beraveramiz, ha? Kelishlar. Mana mashinamizda holati. Nexia 2. Bular mo Nexia'ni ham olsangiz bo'ldi. Endi Nexia 1, Nexia 1 so'raganlar ham bor edi. Nexia 1 96-yil. 96. Suyagi o'ta butun, üst litrlariga o'tmagan. Kraska bunda ham chiqsa shu 20% kraskasi bor. Buni pulini $2000 yo'lini qilib beramiz. Bu yopiq ekan. Dokumentlari xohlagan hujjat bo'ladi. Buni punti nari mashinada qolibdi. Qolibdi, hop. Zimniy balonlar qo'yilgan, metani bor. Metanni srogi 2030-yilgacha. 2030 gacha metan srogi bor ekan. Bor, ha. Buni ham hujjati xohlagan hujjat bo'ladi. Xohlasa generalniy bo'ladi. Generalniy xohlasa oldi sotdi. Oldi sotdi. Hujjatdan muammo yo'q. Metan hamma yo'q. Joyida xudo. Narxini o'sha 2000 dan yo'lini qilib beramiz ozgina. Yo'lini qilib berishadi. Nexia 1. Qiziqqanlar bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Xo'p. Bunisi 2014-yil. Nexia 2. 14. 14 temir metan. Temir metan. Monitor, panitor hamma yo'q qo'yilgan. Buni ham metan sroglari bor, behijolat. Hujjatlari buniki ham o'sha oldi sotdi, afar nima? Generalniy bo'laveradi. Xohlagan dokumentlaringni qilib berishar ekan. Mashinani. Buni 4400 dan o'tib berilaveradi. Qanchadan deysiz aka? 4400 dan. 4400 dan o'tib yo'lda qilib berishar ekan. Kraska bunda ham shu chiqsa 30% chiqadi. 30%. Butun, oldi orqalari butun. Xohlagan ustasiga tekshirtirib olishaveradi. Barakadan oldin tekshirtirib, ko'rsatib, keyin baraka qilishaveradi. Minib ketishami? Shu Bu ham xohlagan dokumentida bo'ladi. Hujjat muammosi yo'q. Hujjatlari muammosi. Xo'p. Bunisi ham 14. Nexia 2. Nexia 2. 14 bu toza. Umuman kraska yo'q. Ha, tekshirtirish bo'laveradi buni ham. Yurgani shu 180 ming atrofida yurdi. Kraska yo'q, xudo xohlasa. Metani bor. Balonlari o'rtacha holatda. Balonlari shu 70%. Buni 5200 ga ozgina yo'l qilib beramiz. 5200. Bu ham yopiq ekan.
hozir bosib qo'ydik. Mana ishlari. Ochib yuboraymi? Ochib yuborsangiz yaxshi bo'ladi. Salon holatini ham bir ko'rsatay. Bu toza ekanda. Mana akalar mashina toza Nexia 2 dan so'raganlarga. Sal ham like bosmagan bo'lsangiz bitta like qizartirib qo'ying. Shuncha qilgan mehnatga biz ham xursand bo'lib qolamiz. Mana mashinamizni salon holati. Olasiz, minasiz deganday gap. Kapot holatini ko'rsatamiz hozir. Buni ham metani bo'lsa kerak, ha. 100 talik temir metani bor. Zapaskalari yo'q shekilli. Mana zapaskalari ham bor ekan. Zapaskasi bor. Damkratlarigacha. Mashina yaxshi minilgan, bir qo'l. Mashina bir qo'l minilgan ekan. Narxini yana bitta aytib o'ting endi. 5200 dan 5200 dan yo'lida yo'lini qilib beramiz. Xo'p. Matiz Matiz 2015-yil. Matiz 2015. Ha. O'sha Pollux'idan. Pollux. Xo'sh, motor, ходовой hamma yo'g'i joyida. Kraskalasi. Kraskasi shu oldi qismida narigi qanot bilan kapotda bor. Suyagi butunmi? Suyagi butun. Unaqa strashniy emas u, endi kraska sepilgan. Buni ham tekshirtirib olishaveradi. Ha, behijolat tekshirtirib. Ko'jalarni taqib qo'yishibdi. Mashina minadigan holatda. Buni 3300 dan tushib beramiz. 3300 dan tushib beriladi. Yo'lida qilib beriladi. Sal yopishtirib aytaverasiz aka bu. Bo'ldi. Xaridor telefon qilsa yo'lini qilib beraveramiz aka. Bo'ldi. Xudo xohlasa. Xo'p, Gentra qolyapti. 2016-yil. 2016. Ha. 118 ming yurgan. 118 ming yurgan kraskalari. Kraska mana bunga o'xshagan rixtovkalari bor. Bir 3 ta detalida shunday holatda nimasi bor. Atak balonlari o'rtacha holatda. Holati yaxshi. Butunligi zo'r. Pont hamma yo'g'i bor, gazi. Ham suyagi toza aka. Nimasi yo'q, tekshirtirib. Buni ham tekshirtirish olaveradi. Dokumentlari-chi aka? Dokument holasi generalniy, holasi oldi sotdi. Bo'ldi. Mashinamizni ichki salonni ko'rsatib o'tamiz hozir. Ko'riklar tashab qo'yishgan. Mashina. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mashina minadigan holatda. Kalitga ochiladimi? Kalitga ochiladi. Bitta oching, ko'rsataylik orqasini. Temir metanlari bo'lsa kerak. Bor. Ustalik. Zapaskalachi. Zapaskasi bor. Zapaskasi. Magnitushi shumka bo'lgan orqalari. Orqalari shumka Eshiklar, eshiklari to'rtta eshik shumka bo'lgan. Buning narxi necha ekan bu? Buni 7300 dan tushib beramiz. 7300 dan tushib beriladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, kechalaring, xudo xolasa ishlaring bitadi. Aytilgan narxlarda yana yo'lida qilib berishadi. Videoni oxirigacha kuzatgan bo'lsangiz bitta like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysangiz, keyingi videolarda Damas so'ragan obunachilaringiz bo'lsa, Damaslarimiz ham bor, ular 1-2 kunda tayyor bo'ladi. Ha, yana mashinalar Damasga qiziqqanlar bo'lsa, xudo xolasa kelsa ularni ham syomka qilamiz. Nomerga telefon qilsalaring, o'sha qanaqa mashina kerak desalaring, o'sha mashinani topib berishadi. Xolasa variant puli yetmaganlarga, variant bank, bank xohlagan usulida qilib berilaveradi. Mana mashinalarni oldidan yana bitta ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumani O'yrat qishlog'ida. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.